Ko'rib turibsizlar, Erondan Primo pista olib kelingan. Kilosi optim narxlarda Farg'ona shahrida joydamda Alo pistada, o'sha Alo pistani qo'yganmiz, Instagramga o'tib ko'rsalang bo'ladi. Nomer qoldiryapmiz. 2025-yilning mahsuloti. Bugun necha o'zi? Bugun noyabr. fevral. Qanday? Mart. Oktyabr. 1-oktyabr. Nimaga? 1-noyabr. Ha, noyabrmi? Yo'q. Ha, yanvar deyapti. Olavering siz. Bo'l, tog'a ham bitta gapirsinlar bo'lsan. Bering mikrofonni. Mana, tog'a gapiravering, bemalol. Bir haftada chiqaramiz-a bular sotuvga. Xudo xolasa bir haftada chiqaramiz. Bu tashqariga yirigidan qo'yishmabdi, u yirigi ham bor. U qopda. Olib keling-da o'shani. Bu yirigini qayerdan bilib olasiz? Shu belgisi bormi qopida? Yo'q, qopida belgisi bor. Ana yashil belgisi yirigi bo'ladi mana. Mana akbaring mana yirigi. Bu vahshiy qopda. Bu Primo Eronning o'zidan to'g'ri kelyapti. Bu chaqib ko'rsa bo'ladi. Ha, chaqib bu hali qo'rinmagan. Bu endi qo'ramiz buni, sushilcha qilamiz. Xudo xolasa bir haftaga borib-bormasdan sotuvga chiqaramiz. To'y marosim Maqsad keyin maqsad. Hozir raqobat juda kuchli. Hozir har doim ham nozik, kimda yaxshi muomala, yaxshi jicha narx pastroq bo'lsa, o'sha yerdan olishyapti. To'g'ri. Bizni joyimizda bemalol mashinani qo'yib, bozorlarda stankali qiynalmasdan kelib, do'konni oldiga qo'yib, xohlagancha tanlab tekshirib olishi mumkin. Farg'ona shahar joydamda telefonlash kelsangiz, telefon qo'yib qo'yasiz. Qulayligi juda ham qulay. Kiradi, hattoki salfetgacha bor. Hamma yo'q bor, to'y marosimga, ehsonlarga hamma ishlarni o'shda bitib ketadi. Mana shular xudo xolasa endi kelaveradi. Birinchi boshlab oldik bu. Xudo xolasa. Ana aytib qo'ying nimalarga, o'sha obunachilarga bu yangi 25-yil hosili. 2025da. 2025da hosil. Eskisi ham kelishi mumkin ekanda buni. Ha, eskisini endi olmayapmizki, eskisi balki eskida, yangi bor. To'g'ri. Hamma yo'q yangisi. Shunaqa bemalol telefon qilishaveradi. Shu telefonlarga chiqarib qo'ysalaring, chiqaramiz. To'yga, asosi ham mana toshyapti o'zi. Mana o'zi ham toshyapti mana. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa, mana shunaqa to'y qiladigan do'stingiz bo'lsa jo'natib qo'yasizlar.